Öyle de. Ama diğer kamdan uydu, çoğunlar uydukiler bire kilittik ki. Şuna konuşmayın, kokudu ki. Ha, buldu bu. Ensirme, etek çıkma. Makul. Qara ko'z. O. Bizim necha kirdingiz la? Aslında 29 kilo ettim Karaköz. Arada ağırıp kılıp 24 oynap koydum. Bugün taşınan yapmışlar, çoğunluğa soskısı yapmışlar. Palancı'nın uyuydu, adam yok ki. 61 daz bir ona yürüpsün de soskısı yap. Yani bu soskini men emas, hemimizden bir şey ötken koyum da soskidan cık silinip ketken, biz sağa. Bu işte bu kalıgen, bu soskisi yap kettin, mesela senin oğlun bu kas mesela kana kılsa işte. Benim oğlum mesela bence ben 40 yaşlarga kirib, 20 yaşlarga kirib, bana telefon qilsa, so'kisi yeb qolsa, deydi qo'y mesela, ha dada yaxshimi? Ben işte palanca ağabeydimning uydagilar yo'qdiki, işte birga konuşup biray. İşte aytadigan kirib bo'lmaydi deb qolsa, telefon deymizda biz ey bola tuk. Ko'zini yumib ash uyginibki. Sen bana so'kisi yevatamsan? Sen sağgan bu so'skilarni ben jigimizni yaga shekagimi deb dadamga selib konaga potirib bo'lgan so'skilar bu. Derhal uyginibki. Bilaman sen ko'nglimdan men tekoraning nimaligini. Ya sizlarning plan bangba. Ya bo'lmasa diba. Yamarak çıkışı soba. En tesirat qaytib kelgan qarako'z beka yana ayadadan boshlab asqab mang'aga chiqibsiz deb qo'yman. Bo'ldi. Qashaq aytib olamiz. O so'skilar dasmayman vaqt kelsa. Hem de oğul oğlu onda değilse. Kız olup kaskana kız emesler. Qizim bo'lib qolsa, Kız olduğunda kopal gibi bakıl bulmuşsa Karaköz. to'g'ri deysa, qiz bo'lganda qo'pol gap qilib, undan nim qilib qilsang bo'lmaydi. Ammo uni ham dasmaymiz u. Masalan, qizim telefon qilib kelib menga. "Ha, yaxshimi dada, yaxshi dedingizmi? Ha, yaxshi. Apam nima ish qilyapti? Ha, yotadi." Apam shu dadam shu do'stim Habibaning cho'ngib tirpan ketibdi-ku. O'zingiz bilasiz, maktabga yaqin. Ham ishada qo'nib topshiriqlarimiz o'xshash, bir topshiriq ishlab takror qilib, aytadiganlar maktab birga kelsam bo'ladi-da deb qolsa biz nima deyman vaqti kelsa. Altın qizim. 27 yil burun sizning onangiz o'zining dadasiga mush parangni qilib, shu kun kech takror men bilan ishlagan. Yaxshi takror qilib berganman. Eng yaxshisi uyginib kelgan qarako'z. Uyginib kelib, ko'nkani ichib biray, tavizlib biray. Chiroyli qilib topshiriqni o'zingiz ishlang. Yani o do'stingizdan topshiriq ishlab qalamdan men chikatmisiz? Deyman shu, nima aytdim? Voy, tekoq dasmayman. Xatirjam bo'la bu. Canım peyzama. İşte qarab baksam cemiyet işte terak mansa, işte üzüksüz hem de. Bunun ki balla padişap degan o mında çoğun kichik mında o'ylab baksam çok qanmaydi ekan. Keyingilar misal qolganmisa jiddiy telefon qilib o'tiraman. Nerede apa dada uydamasizlar? Ha bu chiqib turinglar bu topshiriq chiqarishyapti onu buni. Canım bolam ishlamayman shu topshiriq ne? Bizning taqishimiz sana. Deysiz şunu va apa men ishlayverman lekin masa vaqt ishimni zihin chechib ketadi.